Assalomu alaykum hoji aka. Namanganda Askent degan joyda nodir bir oshnamizni uchastkalarga kelganmiz. Mashina 4 sotov yeri bor. Qo'y ko'tarish kerak. To'qsonli yozib qo'yibdi. Telefon qilib ko'ramiz hozir. Mana shunaqa o'y sotiladigan olmadi. Bu yo'ldan 3-4 tasini ko'rib bir kishiga emas, 3-4 kishiga telefon qilib ko'ramiz-da. U to'g'rida ham uy sotiladi deb 1881 qilib qo'yibdi-ku, pishgan ish bilan polni urgan. O'ni uy sotiladi deb qo'yibdi. Maktab YouTube kanalingizga qo'yib yuborasiz.